Assalomu alaykum yurtdoshlar. Biz mana Reflame kompaniyasidan korporativga kelganmiz. Обязательно komandamiz bilan birgalikda. Bunda mana Gulnor opamiz birinchi biz bilan korporativga keldilar. Hozir eshitamiz qanaqa o'zini ichida nimalar o'tayotganini. Chunki o'zi hali kechagina registratsiya bo'lganlar. Shunga qaramasdan aktivniy qizlarimizdan biri sразу biz bilan korporativga keldi. Gulnor opa, mana biz bilan korporativga keldingiz, birinchi kelishingiz. O'zingizda bo'layotgan taassurotlarni bitta aytib o'tsangiz. Sanoy, assalomu alaykum, avvalambor. Afsuslanaman, что ertaroq qo'shilmaganimdan. Сразу qo'shildim, komfort zonaga o'tdim. Bu yerda insonlar только радость, счастье, hammasi xushchaqchaq. Вот фуршет, hammasi самый лучший выше nimada bo'lyapti o'ringa. Men shuni ham xursandman, что ertaroq qo'shilmaganimdan afsusdaman. Chunki Oriflame'da qo'shilgan bu nimaga a'zo bo'lgan insonlar faqat quvonch, shodlik, zaodni dunyo kezasiz ekan. Nima deydi, ham sayohat, ham tijorat bo'lar ekan. Juda ham xursandman. Rahmat Sanoy, boringlarga shukur. Arziydi, sog' bo'ling. Обязательно siz bilan hali uzoqqa boramiz degan umiddaman. Shular bilan birgalikda siz nimaga именно Oriflame'ni tanladingiz? Потому что Oriflame'da qachon kuzatsam, har doim go'zal qizlarimiz dunyo kezishadi, chet ellarga borishadi, xushchaqchaqlik. Chunki hayot, umr juda ham qisqada, Sanoy. Faqat chiroyli yashashimiz kerak, o'zimizni sevishimiz kerak. Я думаю, что кто себя любит, выбирает Oriflame. Молодец, молодец. Я очень обожаю, men juda ham yaxshi ko'raman shunaqa ayollarni. O'zi boshqa ishlar bilan shug'ullanganiga qaramasdan, именно yanada дополнительный ishlarni qidirishadi. Bu juda ham klassni, chunki birinchidan o'ziga motivatsiya beradi. Ishlar bilan birgalikda uyda o'tirgan ayollarimizga ham 2-3 barobar motivatsiya beradi. Обязательно